Bu kunni biza 6 oy kutdik. 6 oy kutgandan keyin mana natija. 100 million, 200 million, 330 million so'mlik raqamlar endi 15 million so'm. 335 million so'mga odamlar olgan shu raqamlarni. Odamlar olib tashlagan shu 335, 220 million so'm, 150 million so'mga. Ya'ni 3 ta bukvasi bir xillik raqamlar to'xtatmasdan olganlar odamlar. Uni odamlar olgan bo'lsa ham zakaz nomerlar, ya'ni 4-chi, 5-chi, 6-chi toifa raqamlarga ham kamida 150 ta minimalga to'lab turib raqamlarni sotib olganlar. Endilikda unaqa emas. Endilikda hammaning cho'ntagiga mos keladigan raqamlar, hammaning cho'ntagiga mos keladigan ssenada avtoraqam uz saytida ishga tushdi. Oldinlar zakaz berganda 3 ta bukvasi bir xilligi hamda 3 ta sifr bir xilligini zakaz beradilar. Auksionga qo'yilgan paytda 330 million so'm, ya'ni Toshkent shahri bo'yicha 330 million so'mdan qo'yilardi. Xuddi shunga o'xshagan raqamlar qo'yilardi. Hozir mana shu raqam puli necha pul deb o'ylaysiz? Yo'q. 200 million? Yo'q. 100 million? Yo'q. 50 million? Yo'q. 60 million? Yo'q. 45 million? Yo'q. 30 million? Yo'q. Yanada tushasiz. Yanada arzonroq narxlarda olish imkoniyati sizda bor. Azizlar, siz-u bizga yangilik. Zakaz raqamlar ochildi. Kelar shokdaman, to'xtamasdan telefon kelyapti. To'xtamasdan telefon kelyapti. Telegramlarga qarashga vaqt bo'lmayapti. Oldi o'chirta turib skidka bo'lar ekan deb 3 ta 7 ta yopishib olardingizlar. Bukvasi chiroyli bo'lsin deb bo'lsa ham o'rtada kimlardir aralashtirib pul berib bo'lsa ham 3 ta 7 tani 2 ta bukvasi chiroyli qilib bo'lsa ham olishga harakat qilardingizlar. Endi hozir 3 ta bukvasini undan ham arzonroqqa olasiz. Oldin xuddi shunga o'xshagan raqamlar olish to'g'ri orzu bo'lgan, ko'pchiliklar uchun orzu bo'lgan, ko'pchiliklar puli yetmay. Endi shaharda yurgan paytda ham kam sanoqli odamlar mana shunaqa raqamlarni olganlar. Endi hozir xalqimizni o'ylagan holda hamma, ko'pchilik cho'ntagingizda pulingiz bormi, imkoniyatingiz bormi, olasiz. Siz uchun bu raqamlar orzu bo'lib qolmaydi. Maza qilib mashinangizda taqasizlar. Mashinaning vidini ochadigan narsa albatta raqam bo'ladi. Akalar, tasavvur qilishingiz uchun oldin xuddi shu siz mana shu pastda turgan raqamlari 20 ming dollar, 15 ming dollardan kamiga sotilmagan raqam. Hozirda saytimiz test rejimda ishlab turibdi. Xudo xohlasa bir 2 kunning ichida to'liq ishga tushib ketishi kutilyapti. Hozirda faqat zakaz olib turibmiz. Zakaz olingan paytda ham iloji boricha 4 ta 5 ta variant qilsangizlar, qaysi bir variant bo'sh bo'ladigan bo'lsa, o'sha variantni zanit qilib qo'yish imkoniyatimiz bo'ladi. Xudo xohlasa, shuning uchun shoshilmasdan, o'rtada aldanib qolmanglar, kimlargadir pul bermanglar. Hech qachon ishingiz bitmaydigan pul bermanglar, chunki siz nomingizda bo'ladi, o'zingiz afamik bo'lgan hisobni olasizlar. Invoice orqali yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga pul tushadi. Ana undan keyingina hisob-kitobini qilsangizlar bo'ladi.